Assalomu alaykum Zulfiyajon. Yaxshimisiz? Sog'liqlar yaxshimi? Orziqib kutilgan, izlab necha vaqtdan beri topolmay yurgan mo'miya mazni topib jo'natganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Bu mo'miya doridan men avvalam ishlatgan edim, lekin 1-2 yildan beri yana izlab yurdim. Bu polni og'riqlarga dori, shamollaganda ham quloqlarga, chekkalarga, burunning chekkalariga, ko'zning pasiga, ko'z tomirlariga, quloqlarga hamma joyga yordami bor buning. Qo'llarning juqa joylariga surtish kerak. Oyoq tizzalar og'risa ularga kerak. Oyoqning tagidagi ko'p tomirlar bo'ladi chuqur joyda. Ana shunga surtish kerak. Tizzaning orqa qismi tagiga tomirlar joylashgan joyga surtish kerak. Tizzaning ko'zi bor. Shuni aylantirib tizzaning o'ziga emas, bukib oy shaklida onu surtish kerak. Bu mo'miya mazi hamma dardga davo. Yana u yog'ini so'rasangiz, paxta bilan shu mana bor-ku, gemorroylarga ham paxta bilan kirdigan maqsa o'ng'a ham dori. Bu hamma narsaga dori-da. Sizga kattakon rahmat. Yana iloji bo'lsa 5 ta olayin, yetadi bemalol o'zimizga. Rahmat, sog' bo'ling, charchamang, mana shundaycha odamlarni ta'minlab turing. Sizga rahmat.